Uyingga hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mehmon bo'lib kelsalar, mehmon qilasanmi Rasulullohni? Boshimni ustiga deydi hamma birdaniga. Zarracha bir iymoni da'vo qilgan odam borki, eshigim ochiq kelsinlar deydi. Endi senga savol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun dunyodan qidiruvda bo'lsalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitish taqiqlangan bo'lsa, Rasulullohga yordam berish taqiqlangan bo'lsa, shunda ham Rasulullohni uyingga mehmon qila olasanmi? Olib kirib yashirib. Tupurdim hammangni qonuningga deb. Taqiqinga ham seni deb. Rasulullohni uyingga yashirib olib kirib mehmon qila olasanmi? Bunda ham muncha odam albatta deydi. Mayli, tupurdik qonunlariga, Rasululloh kelsalar ham qarab o'tirar ekanmizmi biz deydi. Lekin deysan faqat. Buni qila olmaysan. Faqat gapirasan. Dalil bu narsaga, faqat gapirishligingga, lekin bu narsa agar bo'lsa qila olmasligingga, bugun Rasulullohning hadislari sharhlanadi. Allohning kalomi sharhlanadi. Hech kim o'zini rayiga ko'ra emas. Shu Alloh aytgandek, Rasul aytgandek sharhlanadi. Faqat ana shu hukumatlarga yoqmaydigan ko'rinishda sharhlanadi. Sen shuni yashirib uyingda eshita olyapsanmi? Yoki yuraging yorilib, o'chirib tashab, eshitmaylar, taqiqlangan bu deb vahma qilib, o'zingni ham, boshqani ham qo'rqitib yuribsanmi? Shuni bilki, Rasululloh kelsalar hozir butun olamdagi mana xavfsizlik xizmatlari deyilgan toifalar Rasulullohni bor qo'llaridan o'pib quloq ochib kutib olmasdi hech qachon. Ular albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham qidiruv e'lon qilardi. Rasulullohga chunki zamonlarda shunaqa qilishgan kofirlar mana. Albatta taqiq qo'yadi Rasulullohga. Mana Makka mushriklar Rasulullohga qidiruv e'lon qilmadimi? Boshlariga yuz tutuya tikib. Rasululloh o'shalardan yashirinib qochmadilarmi? Savr g'origa berkinib. Quvlashmadimi orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham? Hozir bo'lsalar ham xuddi shunday qilishardi. Sen ana shularni taqiqiga, qidiruviga tufurib qo'yib Rasulullohga yordam bermadi o'ylaysanmi? Agar yordam bera olsang, hozir Rasulullohning sunnatlariga ana shunday yordam berarding. Hammasini uning taqiqlariga tufurib qo'ygan holda. Boshingga qanaqa kun kelishidan qat'iy nazar qo'rqmasdan Rasulullohning dinlariga yordam berarding.